Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Anchadan beri YouTube ga video chiqazmagan edik. Bugun sizlar uchun mana videomizni ko'rib turganingizdek iPadlarni dodalardan yig'ib qo'yganmiz. U bizning o'zimizning klientlar uchun iPad olagan. Mametta ham bor, ko'rib turganingizdek iPadlar juda ham ko'p, hammaga yetadi. Akalar, xudo xolisa, iPhone'larimiz ham bor, Redmi'lar bilan birga. Bugun shularning narxiga obzor qilib ketamiz. Qani bo'lsam ketdi. Akalar, birinchi bo'lib ko'rsatilgan modellarim, kelinglar, birinchi Androidlardan ko'rsatamiz. Pastga o'tib ketaman. Telegram kanallarimizda bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha yerda hamma aktual narxlarni ko'rib borasizlar. YouTube videolarimizda kamroq chiqyapti, sifatliroq qilish uchun. Lekin Telegram kanalimizda hamma narxalarimiz bor. Mana yana klientlar qilishyapti, iPad so'rab. Telegramimizga o'tib qo'ysanglar, akalar, sizlarga rassrochkani ham tushuntiramiz, qanaqa bo'lishini ham, dastavkalarimiz ham, hamma narsamiz ham bizda bor, akalar. Xudo xolisa, menimcha Malikada eng katta iPad sotuvchi do'kon bizda bo'lsa kerak. Birinchi bo'lib ko'rsatilgan telefonlarim, akalar, kelinglar, men S10 Plusdan ko'rsatib ketaman. S10 Plusimizda bor. Tez qisqa o'tib ketaman. 8 ga 128 talik, ikkita sim kartali, akalar, narxi $160 bo'lyapti. Keyin Samsungdan S22 Ultra, 23 Ultralarimiz bor. 22 Ultra koreysiyimiz bor. 12 ga 256 bo'ladi. Bitta sim kartali bo'ladi, akalar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ideal holatda turibdi, chaqa chuqalari yo'q. Buni narxi $380 qilib beryapmiz. Boshqa do'konlar bilan solishtirsanglar bo'ladi. Xudo xolisa $20-30 bizaniki arzon yuribdi. Yoqqan bo'lsa kommentariy yozib keting. Bu 23 Ultramiz idealni, juda ham ideal holatda turibdi. Vietnam 12 ga 256 talik. Ko'rsatib o'tib ketaman. Ekranlari ham toza turibdi. Bitta ham soya yo'q, chaqa chuqa ham yo'q, akalar. Narxiga kelgan bo'lsa, narxini $499 qilib beramiz. Akalar, arzonroq 23 Ultra qidirayotganlar uchun 460 qilib beramiz. Telegramga undan qimmat qo'yganmiz. 460 ga qora 23 Ultramiz bor. Korobka dokumentli, bu ham ekranlari toza turibdi. Vietnam ikkita sim kartali, akalar. Buni orqa krishkasini originalga alishtirdik faqat. Mana ko'rsanglar bo'ladi, imeykalar ham turibdi. Original yechma krishka taqtirdik, akalar. Narxiga kelgan bo'lsa 460 qilib beramiz. Ulgurib qolinglar, akalar. Androidlarga rassrochka yo'q, faqat naqd. iPhone'larga qilib beramiz, iPadlarga rassrochka qilib beramiz. Do'konga kelishinglar kerak. Keyingi modelda PUBG'da 90 FPS ko'targan Redmi K60 modeli bor. Ko'rib turganingizdek. Ideal holatda turibdi. 12 ga 256 talik zapis zvonoklari bor. Ko'pchilik akalarimizga kerak bo'ladi. Zapis zvonok 12 ga 256 talik Redmi K60imizning narxi $190 qilib beramiz, akalar. Men o'zim ko'rdim, boshqa do'konlarda $220 sotishayotgan ekan mana shunaqa Redmi K60. Keyin Mi 12X degan model bor bizda. Qulay, kichkina, kompaktni, Snapdragon 870 protsessorda ishlaydi. 8 ga 256 talik. Narxiga kelgan bo'lsa, ushbu modelimizning narxini $160 qilib beramiz. Mi 13 Ultralar bor. Shayba kamerali bo'ladi. Flagman modelli. Bilsanglar kerak, vaqtida $1300 dan sotilgan. Kamerasi juda ham zo'r, 120x gacha zoomga ola oladi. Leica kameralari, akalar, mana ko'rsanglar bo'ladi. 5x kачествоni yo'qotmasdan oladi, 120x sifrovoy zoomini qilib beradi, akalar. Zapis zvonoklari bor, korobka dokumenti bor. Xudo xolisa 380 ga $360 qilib beramiz. Mana bu 16 ga 512 talik pamyat. Keyin Mi 12T modelimiz ham bor. PUBG'da 120 FPS ochadi, 8 ga 256 talik, ideal holatda turibdi. Buni narxini akalar sizlar uchun 2 million qilib beramiz, rovni. Keyin ko'rsatib o'tib ketaman. Akalar, menimcha ko'rmagan bo'lsa kerak, O'zbekistonda kamyob model Xiaomi Mi Mix Fold 3 modeli bor. Mana bunaqa model. Ko'rib turganingizdek. Ko'rasizlar, aboylari ham bir o'zgacha, Formula 1 ning aboyisi. 16 ga 512 talik special varianti, ya'ni orqasi karbon bo'ladi, oddiy stiklo emas, karbon. 16 ga 512 talik, narxini akalar 400 qilib beramiz. Narxini arzonligini sababi imeykasi o'tmagan, akalar. Keyin Infinix modelimiz ham bor. Infinix Hot 60 Pro Plus. 8 ga 256, juda ham ingichka model. iPhone Air'ga o'xshatib chiqarishgan, narxi 1.950 million. Keyingi modellar, akalar, ko'rsatilgan modellarimiz iPhone 6s Pluslar, ikkita raritet modellar, umuman ochilmagan, hech qayerda alishmagan model. Ko'pchilik shunaqa modellarni so'raydi, raritet. Korobka dokumentlari ham bor, $70 dan qilib beramiz. 64 talik, 76, o'zini hamma yoq radnoy, 128 ga 69, hamma yoq radnoy, hamma yoq ishlaydi, akalar. Keyingi modellarimizda XR, mana tez o'tib ketaman, $150 bo'lyapti. 11larimiz 180, $160 atrofida bo'lyapti. 11 Prolarimiz 150 dan 220 gacha bo'lyapti. 11 Maximiz $260 atrofida bo'lyapti. X'larimizda bor, bitta idealni hech qayerda alishmagan, ochilmagan. O'zimizning shu ikkisi o'tgan yili yangi sotganmiz. 0 sikl holatda sotganmiz. Oq ishlatib, mana 83% qilib qo'yibdilar 1 yilda. Zo'r holatda turibdi, hech qayerda alishmagan. Buni narxini xudo xolisa akalar sizlar uchun $150 qilib beramiz. 12 modellarimiz bor, ko'pchilik joydan ancha arzon. 128 talik 74 modelimiz bor, 200 qilib beramiz. 128 85 yomkisi bor, $220 qilib beramiz, akalar.
12 prolarimiz ham bor. Bularni ham tez o'tib ketaman. 12 prolarimiz 250, 250, 270 dollar bo'lyapti. Bu 256 talik, bu ikkalovi 128 talik. 13 prolarimiz bor. Ideal holatda turibdi. Okalar 128 talik 91 yomkisi bor. Hamnaqa ideal. 420 qilib beramiz. 256 talik 85 hamma yoq radnoyi bor. Okalar kompyuterlarda ham tekshirib beramiz. Hamma yoq radnoy. Mana teshigiga yuflab ham ko'rsanglar bo'ladi. Buni narxini 420 qilib beramiz buni ham. 12 Pro Max 380 dollar bo'lyapti, 13 Pro Max 480 dollar bo'lyapti, okalar. Keyin mana buni narxi necha pul edi? 550. Buni narxi 550 bo'layotgan ekan. 15 Pro 128 87 korobkali, okalar. Keyin 14 Pro ham bor, 256 talik 78 korobka dokumentli, okalar. Ko'rsanglar bo'ladi. Ekranlari ham tinuv qirilmagan. Zo'r holatda turibdi. 499 dollar qilib beramiz. 16 Pro Max 96 yomkis 256 bor. Ko'pchilik joyda okalar buni 1000 dan tepa sotishyapti. Bizda sizlarga xudo xolisa mana simlari ham bor ekan. 960 dollar qilib beramiz okalar. Rassrochka ham bor. Rassrochkaga chiqazib beramiz. Rassrochka uchun nomerlar bor, telegramlar bor. Kirib bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi okalar. Keyin ko'rsatilgan modellarim mana okalar yetib keldik. iPadlarga o'tamiz. Birinchi bo'lib iPad Pro M1 korobkali sim kartali, ko'pchilik sim kartaligini so'raydi. O'tib ketaman. Sim karta o'qisa biz sim kartali deb yozib qo'yamiz Telegram kanalda. 512 talik LTE sim kartali modelimiz bor. iPad Pro M1. Ko'rsanglar bo'ladi mana PUBG da okalar. Qanaqa kirardi nastroykasiga mana. Mana nastroykasiga okalar ko'rsanglar bo'ladi. Mana grafiki 120 FPS. Instagramlarimizda ham videoga olib test qilamiz. 120 bemalol ko'taradi, stabilniy ochib beradi. Pamyati 512 bo'lganiga okalar stream ham qilsanglar bo'ladi. Buni narxi 529 dollar bo'lyapti. Rassrochka ham olsanglar bo'ladi. Korobka dokumenti bor. 512 sim kartali M1imiz okalar. Pamyati juda ham katta, streamlarga ham yetadi. Montaj qilsanglar ham bo'ladi okalar. M1 512 talik. Buni chetga olib qo'yamiz. Keyingi modelimiz okalar ko'rsatilgan M1 128 83 yomkis. Korobka dokumentli, bu ham ideal holatda turibdi. Bu ham hammasi okalar iPadlarimizda hammasi почти 120 ochadi. Mana PUBG yozib qo'yilgan bunga ham. Buni narxiga kelgan bo'lsa 450 dollar qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, narxida farqi bor. 512 talik bo'lganiga buni ham rassrochkaga beramiz. Ulgurib qolinglar, narxi juda ham zo'r, 450 dollar qilib beramiz. Do'kondan garantiya ham bor okalar. M1 kattasiga o'tamiz okalar. 12.9 modeli bor. Mana shunaqa kattasi bor okalar. 12.9 dyumli bo'ladi. 128 talik ideal holatda turibdi. 560 dollar qilib beramiz. Bu Excel da ishlagan okalar uchun yoki trading da ishlagan okalar uchun juda ham zo'r, chunki ekrani katta, protsessori M1 Shoestring model. Narxi 560 dollar bo'ladi. Bu ham 120 ochadi okalar. Keyin arzoncha iPad qidirayotganlar uchun ham iPad 9imiz ham bor. Knopkali bo'ladi, отпечаткali okalar. Hamma yog'i ishlaydi. 64 talik. Bunda ham PUBG bor, 60 stabilni ochadi. Buni narxi 149 dollar bo'lyapti. Mana bularni ham ko'rsatib ketaman. Arzonga 120 FPS li planshet qidirayotgan bo'lsangiz, Mi Pad 6 Pro modeli bor. 12 ga 256 talik, korobka dokumentli. PUBG da 120 FPS bemalol ochadi. Hozir PUBG ga kirib, o'xshasa kirib ko'rsataman okalar sizlar uchun. Mana kirib qo'ydim. Mi Pad 7 Pro degan modeli ham bor. 29 marta zaryadka bo'lgan, 29 sikl okalar. Korobka dokumenti bor. 8 ga 128 talik, narxini 290 qilib beramiz. Ulgurib qolinglar. Keyin iPad Pro M2larimiz ham mana hozir kirib qo'yaylik. Kirib qo'yamiz hozir. M2larni ko'rsatib turaman. Ungacha iPad Pro M2 so'raganlar uchun mana ideal holatda korobka dokumentli M2miz bor, 128 talik. Narxini xudo xolasa 560 dollar qilib beramiz. Keyingi M2miz 256 talik, 88 yomkis korobka dokumentli full komplekt. Ya'ni zaryadchilari ham, simlari ham bor okalar. Buni narxini 599 dollar qilib beramiz okalar. Telegramda boshlang'ich to'lov nech pulligi bilan yozib qo'yganmiz. Kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. M2larimizning yana okalar mana bunaqasi bor. 128 87 yomkisligi bor. Bez korobka. Narxini xudo xolasa 550 dollar qilib beramiz. Do'kondan har bitta iPadlarimizga garantiya bor okalar. Mana kirmadi cho'ti, lekin bu ham testi bor. Telegramimizda ko'rib olsanglar bo'ladi. 120 ochadi. Mi Pad 6 Pro modeli. Narxi 249 dollar okalar. 249 dollarga 120 ochadi. M2larimizning kattasi ham bor. Mana 512 talik sim kartali. LTE mana yozib qo'yganmiz. LTE ya'ni sim karta o'qiydi. Amerikalar o'tgan 512 93 yomkis korobkali sim karta joylari bor. 120 ochadi. Bu ham dyumi katta, 12.9 dyum. Buni ham chetga olib qo'yamiz. Keyingi model M2 256 talik 80 yomkis. Bu narxi arzon 600
$59 ga berib yuboramiz akalar. Ulgurib qolinglar, narxi juda ham zo'r. Keyin iPad Pro 512 talik arzonchimiz bor. Ya'ni pamyati katta, lekin narxi arzon kerak bo'lgani uchun 12.9 zoomli iPad Pro 2018 imiz bor. 512 talik, ya'ni 87 yomkiz. Ko'rsanglar bo'ladi, ekranlari katta, kino ko'rsanglar ham bo'ladi, hamma narsa qilsanglar bo'ladi, xullas akalar. Hisob-kitob optika ham olib qo'ysanglar bo'ladi, juda ham zo'r. Bugun mana 12.9 M2 ni 12.9 ni klaviaturaligini sotib yubordik akalar. Boshqalardan ko'ribdilar, 128 talikni narxida biz klaviaturali, sim kartali 256 talikni sotib yubordik akalar. Keyingi modellarimiz mana 11 zoomli 2018 li. Birinchi mana 12.9 larni ko'rsatib ketaman. Ikkita 12.9 bor, narxi juda ham arzon. Lekin bular ham 120 FPS ochadi PUBG da. 12.9 dan 64.85 bor, 64.93 bor. 350 ga 350 ikkalovini $350 dan berib yuboramiz akalar. Ulgurib qolinglar, rassrochka ham bor, dastavka xizmati ham mavjud. Hamma yoqga dastavka qilib beramiz. Даже Qozog'istondan kelib akalar bizning iPad olib ketishdi akalar. O'sha reklamalarimizni ko'rib. Keyingi model iPad Pro 2018 li, mana ko'rsanglar bo'ladi, rasa ko'p. Faqat 2-3 tasini ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni 256 talik va 64 talik mana bularni ko'rsataman, kelinglar. 64 taliklarini $349 qilib beryapmiz. Mana 85 har xil 80 dan yuqori yomkis bo'ladi. 64 talik ideal holatda. Ko'pchilik eng ko'p sotganimiz mana shu bo'ldi. Bundan adashmasam 100 tacha sotib qo'ydik o'sha iPad Pro 2018 dan. Narxi arzon, 120 FPS ko'taradi. Rassrochkaga olsanglar ham oylik to'lov juda ham arzondan chiqadi akalar. Boshiga $140-150 berib 6 oyga olsanglar bo'ladi. Narxi juda ham arzondan chiqadi. 64 talik 85, lekin 120 ko'taradi. Telegram kanalimizga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Buni 256 taliklari bor. Hozir skidkada berib yuboramiz. $379 dan berib yuboramiz. 256 81 bor, 256 88 bor, 256 85 bor, 83 yomkisli. Ya'ni 4 ta dona qoldi. Narxini 379 dan qilib beramiz. Arzon, 120 ko'taradi. Boshqa ishlarni ham qilsanglar bo'ladi akalar. Streamga ham zo'r. Pamyati 256 bo'lganiga bemalol zapis zvonoklarni, zapis ekrani qilsanglar bo'ladi akalar. Mana hammamiz hali ham PUBG da turibdi. Ko'p turganinglarda mana M1 512 120 ko'taradi akalar. Eng zo'ri mana shu. Cho'tkisi akalar, va stream qilmoqchi bo'lib, zapis ekran qilmoqchi bo'lganlar uchun mana shular bizning iPadlarda, iPadlarimizni ko'p. Ulgurib qolinglar, M2 li, M1 li kam. 2018 larimizda hali ko'p akalar. Rassrochka bor aytganimdek, mana arzonchi 120 ko'targanlari ham bor. Kimga arzon iPad kerak bo'lsa, birinchi boshlamoqchi bo'lganlar uchun mana iPad 9 larimiz ham bor. Kino ko'rmoqchilar bo'lgan uchun arzonchi 12.9 larimiz ham bor. Akalar buni olib qo'yib, daniylarni saqlash uchun olib qo'ysanglar bo'ladi, pamyati katta bo'lganiga. Mana shular bizning iPadlarda pastda kontaktlarimizni qoldiramiz. O'tib kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Rassrochka xizmatlari aytganimda yozsanglar, qilib beramiz akalar. Ko'p turganda iPadlarimiz mana. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.